chiqilyapti. Yupjon, bugun ayam bilan tanishtirmaysingizmi? O'lagin esimdan chiqib qolib, to'zing'inlab boraman. Bitta maxita ichasam qonim jirishadi. Tez bormasam qaynonam urishadi. Qizimga uylansangiz shartlarim. Birinchidan, qizimning gapiga kirib, siz alohida chiqib olmaysiz. Kelin degan kami 20 yil qaynonani xizmatini qilish kerak. Ikkinchidan, qalin puli bermaysiz. O'zi xarajat ustidasiz. Uchinchidan, haftasiga kamida bir marta jo'ralaringiz bilan toqqa choyxonaga borib dam olib kelasiz. Men qo'limdan chimchiladi. Tushunmas, u mumkin. Kelin degan tayyorga borish shart emas. Birga ishlab erishasizlar. Keyin meni burnim gartakkina uzunda. Oilangizga burnimni tiqishga yo'l qo'ymaysiz. Agar shularga rozi bo'lsangiz, mana uchuvchi qizim sizniki. Kuylang burishini bermakka ishlab olaydi. Voy, mendek chiroyli qizlar kamda, shungami? Ey, seni chala tiqilyapti. Seni onangdagi qaynonalar qirilib ketgan. Ashimmi? O'zini nima ish qiladi? Achoka kompaniyasining Mojito Fresh mahsulotlarini tarqataman. Bu miyatali mangoli har xillaridan bor. Ayniqsa qulfneli vobshin boshqacha ekan. Ha, zo'r ishlab hali sizlarga ham yordam beraman. Shart emas, mana Mehrob qizimni olganingiz o'zi bizga katta yordam. Aynan bizni qaynona zaptirga ikkasi aqli cho'g'anma deyman. Voy, shot keldi. Men to'lab keling. Voy, qaydan chiqqan zakon shu? Hamma o'z-o'ziga to'laydi. Rahmat, enajon. Erkak kishining onasi bitta bo'ladi. Endi bizni sharoitga qarab, opami, xolami dura. Ya, onasini emsin. Nima deysiz? Qaynatam bilmam, lekin qaynona to'shni mujik ekan.